Ko'rayotganinglar izlash aptitali tajdarligidagi Yusuf Janqiyim she'riy chaqchaq sahnasi. Adıqın çıktı mı Peret'e? Rahmat adım chiqdi. Vay urib oldik. Kumush deganda mush. Bundan keyin she'r o'qamsa, vaq. Keyin manga chaqchaq qilamsa, vaq. Vaqvaqda Ya'ni Abdukerimga bizni tutib beramsa, o'g'inang osiylik qilamsa. Osiylik qilamiz. Ebek to'xtamga va'da qilamsa, qilmamsa, vaq. İş kalsa akasımızda. Kag uramsa, urmamsa, vaq. Hem de o'ylashi bende bir nima o'xshab ketdi. Tuz tanlab 10 sankango, vaq. Yusufga Baratkani to'g'ri tushunib biqil. Bir kun vaqtimizni oldingo, vaq. O'shni qaraga tamoq urib o'tinglar aka. Zoddi ashu. Lag'ma o'raytonlar. O'shanlar oldingo, vaq. Aytgancha yaqinida. Kech tomonda qanday qilamiz? Yusufjon adash. Hop. Mao tomoshabinlar yomon saqlab ketib bordi. Ko'rurmanlarning fikri. Ma musobaqa nihoyat yaxshi bo'lyotdi. She'r chaqchaq. She'r chaqchaq musobaqa Abdukerim Abduz bilan bo'lgan. Qani Yusufjon qiyim yani yozdimi yo to'xtab qoldimi? Yozgansiz yo aka. doktorxon kirib ketdimi deb man. Qalbingda holat qilib. Qanday qildi? Yozdim. Yozganmisan, okey. O'qig'ini aka. Mush oxirgi maydon hamda. Mush Abdukerim kamni hamda avar qildik-da, avar qilib hamda Abdukerim kam hamda bizga moslashib, shunday qilib javob yozib, vaqtni ichdan vaqt chiqarmashdan qilib bayiniga Abdukerim kam ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Abdukerim kam avar qildik. Oxirgi mening sizga yo'llagan javobim hamda. Turib ustoz aldirash, yana javob yozibsiz. Söz konidan ajoyib guldastalar tizibsiz. Yetlib elib janaka to'gi bilan qalini ketib bo'lgan yo'ldimmi bir push qurib ezibsiz. Yaxshi inkas bo'lib ketdi, balkim aka ko'rgansiz. Salonida izlashning yana do'ying to'rdimi? Yuklar to'shib ya aka ko'ralmasdan yuramsiz. Bilamadim siz hozir qumliqdimi, cho'ldimi? Qumliq cho'lda azaldan siz yursiz qiynalmay. U yerlarda yurishmi siz uchun bir saylig'i. Siz her qandaq giyani yaq demasdan kelib qolsa, qalpikingiz tikanni aplab turib yeydi-ku. Aplab turib yeydi. To'gi yama aplab yeydi. Siz bilan bu chaqchaqda ikki laqam kelib qoldi. İkisining birini endi tanla deyli-ku. So'rinlarda o'xshatdi chaqchaqchilar qalpikni, yo'qab ketib qalpiga qolib bo'lsa mayli-ku. Yo'qmisan aka. Razdim-da. Qalb yo'qmisan. Qalb yo'qmaydi. Abdukerim ustozim aytdi degan-ku. Ko'migandan ko'p bo'lar, yana texi ko'gining chaqchaqlashib, hataki xili yo'llar mangimiz, qandaq bo'lar do'stligi qoli bilan to'gining. Qandaq bo'lar do'stligi qoli bilan to'gining. Rostini desam chaqchaqda g'animatdir kulgining. Qoli bilan to'giga markazlashib qolsaqmi, qoli demas, hargizmi men to'giga so'yginim. Farhatqimi bek keldi yozgan she'ri chaqchaqlar. Bu chaqchaqni angladi ham Farhatqa amraqlar. Abdukerim ustozga chaqchaq qilgan debdeki hamda aka ko'rimiz Farhatqa naynaqlar. Bu Abdukerim kam bilan yetishdim men deb Farhatqa naynaqlaydi bu. Yetishdim deb demisammi haq manada ko'ra? Sorular davolamsa deyman onu. Çaqçıqınız he aka Baxtiyorni ta'latdi. Abdukerim desla o o'rinda qolib ketar. Mushu she'r chaqchaqni u varaq etdim eslasa, talab endi Baxtiyor chapan kiymas bo'lib ketar. Chapanni ham kiymaydi. Üstünü uzun giyip puşkuğunu paylattı. Üstünü uzun giyip tumşuğunu paylattı. Puşkuğunu paylattı. Ben tumşuğunu ketip. Acayip tumşuğunu. Hem de este tutudu ablet inim he çokum. Abdukerim ustazının kılgan her bir sözünü. Yani kömür demesin yüzleremni depteki. Ablet günde 10 qitim yüp yüremdi yüzünü. 10 qitim köpeydi mi?
Sizga rahmat Can aka, qizittıngiz bezmini. Loyiqida ham to'qib yo'llab esil nazmini. O'ltirdigan bo'p ketdi balalarmo shashmana, qivatdingiz bek chaqqan Farhatlardek azmini. Bastırmağın durası. Ya bu kim flapolatdı bu? Uflapolat. Şaşotan. Men uflaydigan vaqtimiz o'tib ketdi. Mushu programmani debchu. Meshen mala o'qiyotdi, uflab bo'ldi mala. Endi aka siz bilan biz ketamiz to'liqlab. Talab qilsa ko'rarman, qoldi debkar chalisi. Bundan keyin men ham bo'ldim ikki laqamlik. Meni cho'glab yurami qalb bilan qalisi. Rahmat. Abdukerim kam rahmat da. Aldı bilan. Endi adashma 10 sondan bir xulos chiqaramsan endi. To'xtat. 10 sondan bir xulos. Nima to'xtayman? Mo'shu Yusufjon o'qigan hozirgi she'riga Abdukerim Abduz ustozdan javob keldi qanday qilib turdi. Yani gap. Men hozir men naq meydan o'qisam qanday javob keldi Abdukerim kanda? Hakemesmiki. Men nima ish qilmayapman seni she'rini bu yoqqa yo'llamay. Men javobim oyoqdikini mayoqqa to'jirdim hamda mayoqdikini oyoqqa to'jirdim. Yo'llab mı yoksa? Aka sen resmi bir erkek çalı poşta. Ha? Berayman ya. Oqa sen bir o'qigan chiqarib oxirida bir o'qisin. Ben oxirida bir o'qib. Ben o'qisam to'g'ri yaxshi Ya mush oxirida bir ko'p o'qib baqana. O'qib baqana. Ya to'xtatdi sen o'qib baqmamsan telefonga kelgan. Birini o'qib baqa. Ayzib turib, shuna. Bu Ocha açtыңmı? g'iybatni oxirigacha yetkazibsan-da. Can dili bilen hizmet Kız yollattı beni. Ya Abdukerim ustoz rahmatchima, mana shunda ma jiddiy yezibdi-da, mani aldirash yezibdi. Naq meydan yozgan she'rda men Abdukerim o'qib beray-a? Oqa. Abdukerim kamning oxirgi javobim debdi. Rahmat Farhat Yusufning chaqchiqini yo'llabsan debdi seni. Rahmat Farhat Yusufning chaqchiqini yo'llabsan. Men qarsam Astırt'tan meni yana qo'llabsan. O'zang amroq o'yinga, bazan o'xshab quyunga shilab qoli devini bu o'yinni o'ynabsan. Men bo'p qoldim aldirash, lekin yana shundimi? Chaqchiqimni men yezib telefon qo'li ataman. Qandaq inim baxtiyor, uxaq o'lta uxlamay Ürümchiga bir kelgin sana chapan sotaman. Ablat inim yaxshimi? Yoki sen bir naqshimi? Ablat inim yaxshimi? Yoki sen bir naqshimi? Oxirgacha sizmi ham shash yigitdek tusila? Yoqubqimi deb qo'ying, sizni agar bundan keyin murodimga yetatdim, Ablat qarvay desilar. Murodimga yetatdim, Ablat qarvay desilar. Qarvaydanglar deb. Kulki chaqchaq bo'g'ashqa menmi qo'shal bo'lib qoldim. Bu chaqchaqa aralashdim, qo'llab Yusuf inimni. Bu cho'llarda yük to'shib hardiq yetdim mangami? Qali bilan deyishib menmi alay demimni. Ang oxirida debdim mana. Anlab turdim menmi ham yaxshi bo'ldi inkaslar. Chaqchaqlardan suyundim menmi bular danglisam. Farhat bilan Baxtiyor chapan salsa bojiyga. Ikisining oxiri birdan yumur anglasa. Abdukerim rahmat. Abdukerim Abduz ustoz, rahmat. Japa çektiniz. Muji programımızda qo'llab quvvatlab berganingizga rahmat. Abdukerim ustozga oxirida bir chavak berayli vallah. Oturluq gap to'shib sen bir japata çektin aka. O'rg'ilib oldim. İyi gap yo'q. Vallahi Yusufjon ag'inam. Abdukerim ustoz. Bugungi mushu she'riy chaqchaq programmasizdagi mushu Yusufjon qiyin bilan Abdukerim Abduz 10 son yetishdi-da. 10 son bu program, 10 son programda. Oson emas ey bojidar. Ishgan musobaqaning xulosasini men chiqarsam, ko'nglimga olmaysa, Abdukerim Abduz ustoz utdi. Yo'q, Qo'shilma. Ha? Sen qo'shilsa-da sen fikr bor to'xta, bizning fikrimiz o'tirib qo'ya, sen qo'ya boshda. Ya menimcha ikkisi shu bir-biridan qilishmay she'r o'qidi. Abdukerim kamni nayt yaxshi yezib, obdan qildi. Yusuf chiqammi undan qilishmagida Men bundan fikr qo'shilma. Shunga bu natijasi ikkisi tang chiqdi deb Ya qarayman. unda manda qilaydi, bo'ldi. Buni talashmaydi, talashsak gap chiq. Shuning uchun shuni ko'pchilik sizlar baho beringlar.
Endi bu manda gapcha. Parat qaradishmiz. Abdukerim kamning hamda shunday suyumlik bir ustozimizniki bizning programmani qo'llab, hamda shu bizga she'r chaqchaqni yetkazib, vaqtdan chiqarib bergan cho'ng bu biz uchun cho'ng g'animat hamda cho'ng bir fursat. Shu tufayli hamda bu yerda hargiz bir baslashish emas, balki Abdukerim kamning maqsadi, mening maqsadim mushu orqali hammanglarga ko'pchilikka ko'rarmanlar xo'shallik bag'ishlash. Shunlashqa ko'pchilik nomidan, ko'rarmanlar nomidan, sahnamizda 10 sonda xizmat qilgan barliq artistlar nomidan, mushu programmani ishlayotgan yigitlar nomidan men Abdukerim kamga samimiy rahmatimni bildiraman. Ko'rayotganinglar izlash aptitali tajdorligidagi Yusuf Janqiyim she'riy chaqchaq sahnasi. Oyalim ancha-muncha faoliyat ishlari bilan endi yosh bo'lgandan uyabiyalarga chiqamanchu buni. Chiqqandan buni birdan u tog'larga chiqamiz, birdan bu tog'larga do'stlar bilan o'zaro o'tirib qolamiz. Shu sababdan bu uy kipla opamning ichiga o't sevitdi ekanda. Bir kun ashtaq arayal taq chiqib keldik. Tog' deganda yomg'irdiga yig'ib, zodi shundaq zodi dala tamog'i yeb, shundaq xo'shalib yenib keldik. Buni uy kip opamga deb qo'yibdiki, opamning ichi degan o'tli ketdi-da. O'tirib dadamga, "Hey, menim ancha-muncha bir tog'larga chiqib, bir soyatlarni qig'izib kelsangiz bo'lmamdi?" Dedi dadam turkat, "Nimalar deydigan sen, tog'larga chiqsam bu qiyirga vaqtingda sening terangni kelamdimi?" desa, o opam turkat, "Ey, uyindaq yelag opa, misingizmi albatta bir dala tamoq yegizib kelsangiz bo'lmamdi?" dedi. Dadam bo'ladi deb ko'ngliga fikib qo'ydi. Bir kun toz yomg'ir degan yig'iyotdi. O'yliq dadam uzun bir palazini sep, jo'zini sep qo'yibdi. Ancha-muncha uyabiya go'shtni tizib qo'yibdi. O'yladi opamni vaqiraydi kunlik tutib. "Ey xotin, dedi, opa, men nima bo'ldi? Biz taloq chiqar, dala tamoq yeymiz" dedi. Bir og'inam botdi. "Odash" dedi. "Nima desam, oyalim 2 qitim ketdi. O'zim bir amallarni qilib qiynalganimdan kechirimni so'rab keldim. Bu da sen berib ekilishib bergan bo'lsang" dedi. "Voy, bo'ldi, berib ekilishib beray." Dedim, "Kim bilan boraman?" desam, "Dadamlar bilan borsa" dedi. "Bo'ldi" deb og'inamning dadasi bilan bordik. Basa qiynanisi degan deb etib tillab, "Budali shunda uradigan ish kelsa, men ajrashtirib olaman. Mana sizlarning yuzinglar chiroyli qilib ketib qo'yay. Buda urib oldigan ish kelsa ajrashtirib yetaman" dedi. "Bo'ldi" deb shuningdek, "Voy, hada xotirjam bo'ling. Men tarbiya qilay og'inamga" deb chiroyli qilib aqizini ekildik. Uy qo'yib etganlik telefon qildim. "Adash, turmushing qanday qarab qilyapti" desam, "Voy, yaxshi. Voy, adash, endi urmaydigansan" desam, og'inam turket tillaydiganga, o'zim tillab urdiganqa odam solaman deydi. Voy, yenimga 30 ming ko'y naq pul sevilib, mashin bozoriga aylanib ketib olsam, bir mashinga 50 ming ko'y baho qo'yib qo'yibdi-da. Voy, bo'ldi, men mashinani men olay deb uyoq bu yoqdan kesib, naqli 30 ming ko'y oldigan bo'ldim. Voy, bo'ldi, mashinang men qolsin deb yenimdagi bopulni chiqarib sanasam, 30 ming ko'yga 2 ko'ylik kam qoldi-da. Aning, "Ey, mashina 2 ko'y kam qoldi. Mashinani bergan bo'lsang sen buzmayman, saqla sotaman. 30 ming ko'y degan mashinani sen buzib olsang bu pul yomon chechilib ketmamdi" dedi. Bu qanday qilaman deb tudim. Biroz soatlik saqlasam hech kim yo'q. Eshikning oldiga chiqsam bir divan ayol o'tirib ketdi-ki, "Akalar, pulingizni 2 so'm bering, ayda mashinani birini olgandim" desam, "A divan ayol 2 so'mning tepsigan 2 so'mni qaytib beryapti." "Voy, bo'ldi, hada 2 so'm pul yetdi" desam, "Yo'q, jinim ukam, menga bir nechib beradi" deydi. Ko'rayotganinglar izlash aptitali tajdorligidagi Yusuf Janqiyim she'riy chaqchaq sahnasi. İli Tömür Munari Sodi Çeklik şirketi xumarimni qo'lladi bizni cheksiz so'ygida. Direktori Shavkatkam o'rindiqda bo'lsa-mu, sodidagi yugurishda qutib chiqdi beygida. May buloqdan maylinib chiqdim mana sayliga. Bekmi isil may ekan tushkum keldi beygiga. Yeni ishkim bor dedi may buloq qonmasdan. Ferhat Baci ağamның qarab baqsam peyliga. Zibeydemu biz bilen hemkarlaştı qol tutup. İşletinglar hem onu güzel bolay desanglar. Zibeydeni işletken dep bilinglar dostlarım. Koçalardan havada çıraylıqni körsanglar. Wow! 5 ma'nilik o'tmekte mening har bir bahorim.
Güzel yeni devirde, güzel menin hiyalim. Biz geçki sehnini, hiyal bizek mihnette. Çaknap ketdi başkadan, bu körümsüz çırayım. Körüp atqınыңlar izdeş Әбді Италы tajdarlığıdaki Yusuf Canqiyim şiiri çaqçaq sehnesi. Seni de açtım davan veslinge fırsat yetmedi. Ne davan açtım bulutun kalbimge nusret yetmedi. Kalbimge nusret yetmedi. Saçların kurşavda kaldım yegane bir ilaç. Ömrüm tataydı sen mishalı külfet yetmedi. Mishalı külfet yetmedi. İçkenim hicran şarabı süygü muhabbet cahmıda. Ah niyet bulsun bana yar, eslerim kumduğunu bak. Şu tınık gözler mihmanı ülfet yetmedi. Mihmanı ülfet yetmedi. Geçmişim aktı gözümden bir kar, ne hasret yetmedi. Bir kar ne hasret yetmedi. Ah, bir kar ne hasret yetmedi. Oylalarda içilar remdar culada gülleri. Kalkmaydı kirpik tündümü eylep nava bulbulları. Mes iter, mes hoş iter, ili derya boyları. Gül bilen reyhan kaydı, olcunun yaz gülleri.
reyhan puraydı Gulcinin yaz külleri